Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Prox.uz. Qaranglar bola, bugun videoda biz mana komment 0 na 1. Qaranglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar-da. Men bo'lmasam bila olmayman kim obuna bo'lganda. Mana 32 obunachi chiqib tashladi уже. Ko'ryapsizlarmi? Oshib ketayotganini topolmayapman. Faqat aldamasdan to'g'risini aytib yozinglar. Men mana shu men obuna bo'lgandim deb yozib qo'yinglar. Shunaqa qilib video qilamanda akkauntlaringni ham bir maqtayman, ko'raman. Shuning uchun like va obuna bosinglar-da. Keyin kommentariyaga yozib qo'yinglar mana. Mana shu 4-3 versiya degan olgan videomga tagiga yozib qo'yinglar. Men yangi chiqargan videoyim mana shu. Hammaga salom bo'ldi. Bugun Mana shu videomga yozib qo'yinglar. Men obuna bo'ldim. 31-obunachi bo'lib, 32-obunachi kim bo'lganini bilmadim-ki, lekin o 32-obunachi men do'stim. Kim bo'lganini bilmadim-ki, hazillashdim. Men Ozod degan do'stim obuna bo'lgan. Keyin like va obuna bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasam aytganimdek kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyin men Dalat degan do'stim bor. Dalat, sen musiqadan 11 ta to'g'ri topibsan. Men oldin ertaga yetib qolibdi. Dalat 11 ta to'g'ri topibsan. Qolgan hatto 15 talik testdan. 11 tasi to'g'ri. Shu bolalar qaranglar, hammasini sig'gan uni. Lekin keyin tavakkal boshi keldi. ABD, SB deb o'zicha belgilab tashlaganda, qolganini qilib. 11 ta to'g'ri chiqdi. Meniki 6 ta to'g'ri chiqdi bolalar. Nima bunaqa? Omad, qaranglar, peshonasiga shuni yozib qo'ygan ekan, mana senga omad deb. Xo'pda endi like va obuna bosib qo'yinglar. Ertaga men maktabga bormayman. Mazam bo'lmayapti, cho'tta hozir ham cho'tta. Cho'tta nimagadir bo'lmayapti, bora olmayman ertaga. Obunachilar ertaga video chiqarishi mumkin uyda. Bo'pti, hammaga xayr.